Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammalarga xayrli kun. Bugun hozir eksperimentni bombasini qilamiz. Ko'rib turganlaringiz chokizlarimiz. Buni valiga mana bu turbasiga 60 lik qo'yganmiz. Buni ko'p videolarda, kommentariyalarda savol bo'lyapti. Bu yubqa kichkina qo'ygansan, sinib ketishi mumkin, egilib ketishi mumkin degan savollar bo'lyapti. Shu savollarga javobni hozir beramiz. Meni vesim 95 kilo, kiyimim bilan 100 kilo bo'laman, shogirdim 50 kilo. Общий bo'lib 150 kilo ves bo'ladi. Hozir shuni ustiga chiqib eksperiment ko'rsatib beramiz. Qanday bo'lsa ketdik. Bismillah. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi operator nimaga ko'rsatingchi? Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hammasi joyida 150 kiloni ko'taryapti. Akalar, xudo xolasa bunisiga bexijolat, bu kishiga undan tashqari abishni mana buni baquvvatini ham qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Akalar, kimga qaysi biri ma'qul bo'lsa, zakaz berganlarida shuni yozdirib qo'ysalar, biz esimizdan chiqmaydi. Chiroyli qilib o'shanga qarab, daftarga qarab qilib beramiz. Kimga shunaqa stollarimiz qiziq bo'lsa, ekranda ostiga nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Zakaz asosida chiroyli qilib yasab beramiz. Obuna bo'lib, bittadan like-ni tars etib urib qo'yamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha.